Assalomu alaykum. Hurmatli kuzatuvchilar. Arzu Mana biz Germaniya ko'chalaridamiz. Gerçi hazır yetmezmiz. Xudo ko'rib Birovga qilgani halol shunday o'tib ketmasmiz. Yüzüngizni burvarmang, boyvachalik qilvormang, halimizdan kulvormang. Shunday o'tib ketmasmiz. Biz piyoda, siz otda, biz g'amda, siz rohatda. Nelar bo'lmas hayotda, shunday o'tib ketmasmiz. Axirga botgan akam, kibrdan tatgan akam, qo'lini tatgan akam, shunday o'tib ketmasmiz. Yurdim 2,5 kilometr masofa. Yurib ham turish kerak. Hadi furada o'tirib bellar ham og'rib ketadi. Go'zal joylar ekan. Mana jim-jim, sokinlik. Furasini hayot tushda halol go'sht ovole degan g'am yuradi doim. Go'shtlarni narxiga ma'lumot haqida aytib o'tib ketaman. Fransiyada qimmat, Germaniyada arzon. Endi arzon degani ham men doim bitta qo'lini olaman, 3 kilo, 3,5 kilo keladi. 15 yevro. Taliqroq joyi 18 yevro. 20 yevrogacha go'shtlar. Dumba yog'i bor. Dumba yog'i 20 yevro 1 kilosi. Qimmat. Tovuq go'shtlari bor shu turklar magazinida. Tovuq go'shti arzon. Bunaqa joylarni ham bir video qilib tashlab qo'yaylik. Bu akam Поверните направо. zerikib suv tomosha qilib o'tiribdi mana. Mana velosiped magazin ekan. Mana yosh kattalarga mana zo'r narsa ekan. Mana mashinalar bu so'moli hammasi elektritskiy. Ham pedal ham elektritskiy.